Arab muqimsizmi aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bizlarni kallalash ko'rsatdi, noto'g'rishman yana. Kalla bilan? Ha, bunday kallalash ko'rsatdi aka. Siz sharob muqimmi aka? Adashmanmi? Sharob. Ha, tekshiribmi? Yo, hozir bir ikkita bachalar unda bir ikkita qo'shiq o'xshatib olsa, chachin tarab shu artist bo'lib olyapti-ku. Shuni siz originalmi yo siz ham shunday sharob muqimman deb chiqyapsizmi deb aytaman. Men yaxshi gapirilmayman-da aka, hayajonlanyapman-da. To'g'risi sizni ko'rgandan keyin. Originalni orqaga qarab biladi. Yo, orqangizga qaragam yo'q, men birigingizga qaramda. Aka, ana bitta rasm chizsam bo'ladimi siz bilan esdalikda? Men muxlisizman. Qo'shiqlaringizni hammasini yoddan bilan boya olmacha anoringga balli degan qo'shiqni har kuni eshitaman aka men. Gajon qo'shiq meniki emas. Olmacha anoringga balli sizniki emasmi? Uni chordigan oshnam eshitadi, men eshitmayman, hazillashdim aka. Men sizni qo'shingizni bilaman. Sen kelgin gulim erkalagin, bog' bo'layin. Ko'zlaringda shifo bo'lib sog' bo'layin. Shu qo'shiq jomon aytgansiz aka, lekin. Kutaman. Shu qo'shiqlar jomon aytgansiz lekin aka. O'lib qolaman. Hamma qo'shiqlarni men aytganman, to'g'rimi? Bu Ozodbekning qo'shig'imi? Ozodbek ham qo'shiq. Sizni qo'shiqlaringiz men sizni juda muxlisizman aka. To'g'risi, kichanaligimdan eshitganman-da. Agar bitta savolim bor. Aha. Jiddiy gapiryapsizmi yo hazillashyapsizmi? Aka, men jiddiy gapiryapman. Men bu yerda sobun sotqal keldim. Sobun nechta pul berdi aka Toshkentda? Sovun? Aha. Sovun nima? Kir sovun. Sotaman, olmaysizmi? Kir sovun sotib yuribman-da. Endi biz optim kir sovun sotamiz. Toshkentga keldik. Sizni ko'rib qoldim, muxlis bitta rasm chizaman debman-da aka siz meni. Tezlashtiring, faqat shoshib turmang. Aka, endi men o'zimni fikrimni aytaman-da, artistlar kibr bo'ladi deydi. Sizda ham kibrlik sal bor ekan-da. Men bilan gaplashayotganda achkangiz chechmay gaplashyapsiz aka. Mana ukajonim, mana. Jamo o'xshagan ekan aka, sharob muqimga. Bo'ldi aka, bitta istalga qishloq bitta rasm tushib qo'ying. Video ham bo'laman aka. Uka, o'g'il bola bilan hech bo'lmasa jo'ra bo'lib mamnun tushadi. Beldan ushlab. Kecha yo Jennifer Lopez konsertida hamma qizlar bachalar bet pishdi-da, ana. U ayol san'atkori ukajon. Ayol san'atkori, mayli beldan ushlasa ushlayveraman. Artistlar biram ushlab ko'rmaganman-da, shunga endi sizga noto'g'ri tushman aka. Men bunday qo'lim qo'ysam mana bo'lmaymi, noto'g'ri tushmaysizmi? Oling. Bular meni sharob muqimni ko'rib qoldim. Men mana aka, men taniysan? Men taniydi aka, meni ashadi kizit ekan. Qarangizlar bular. To'yimga borasizmi aka? Boramiz, nasib boramiz. Mana Qashqadaryo legenda deb qo'ying. Qashqadaryo bu boshqa daryo. Qashqadaryo legenda. Malades aka, bo'ldi, qishloq ketdi. Endi aka so'rasa aytaman-da, sharob muqimman, men rasm chizganman deyman-da. Bu mashina siznikimi aka? Bu qo'shnimniki uka. Hamsiyangiznikimi? Ha. Ahmoq qilyapsizmi aka? Ha? Ahmoq qilyapsizmi? Nima deganingiz? Bizlarda ham hamsiya bor. Bizda hamsiyalar birov mashinani ham ishlatmaymiz. Bu yerda qayta hamsiyangiz mashinani berib jara minishga. Xo'p, qo'shnim bergan bo'lsa ahmoq qilayotgan bo'laman. Ahmoq qilayotgan bo'lsa qanday qo'shni hech kim ishonmaydi aka. Ishonch zamon yo'q. Hamma bir-biriga ishonmay qolgan zamonda yashayapti. Xo'p, bizga ham ishonadiganlar bor. Sizga kim ishonadi aka? Qo'shni ishonami? Bo'pti ukajon, sog' bo'ling. Aka, mashinangiz moyka qilib beraymi? Men moykachilikda ham ishlaganman. Qarang, jo'lmay kir bujoq degan. Sobunni jovib beraman, kir sobunni. Qora mashinada har kun shunaqa kir bo'ladi. Nog'idan olmagansiz. Bilmasam, endi shu qorasi uchrab qolganda. Lekin aka, men qarang, men ham artist bo'lsam bo'laman. Menda ham talant bor aka. Jonni qo'shdi, jomon aytaman men. Zo'r qo'shiq. Birinchi haqiqatan ham kitob o'qing. Kitobdan boshlang. Aka, artistlikka kitobning nima aloqasi bor? Artistlar ha shunday chiqib mikrofonni bunday og'zini qimlatsa ham qo'shiq aytib chopdi-ku, nechta bittasi. O'qigan o'qdan o'zadi bejizga aytishmagan. Og'iz qimlatib turingchi, siz birov chaqiradim. Na chaqirmaydi aka, meni mehnat qilasiz, mehnatni evaziga rohatini ko'rasiz ukajon. Qo'shiqchilik. Aka, meni shogirdlikka olasizmi, olmaysizmi? Olamiz. Necha pul berishim kerak shogirdlikka? Ishda o'tkazib beraman aka, meni shogird qilib ol. Ustoz shogirddan pul olmaydi ukajon. Ustoz shogirddan pul olmaydi. Na, bizlar maktabda pul olgan-ku domlalar. Olgan. Olgan, ha? Endi u domlalarning o'zini vijdoni bilmadim lekin uka. Ya siz ham hozir meni oldimda shuni deyasiz, yurtdan men ketgandan keyin hozir mendan qutulishchidan boshimda o'rtayapti, men ketib olsam bo'ldi deyapsiz. Men sizga aka jiddiy gapiryapman. Men ho'kiz ham, qo'chqorlar ham ko'p. Artistlikka olgan, men ham artistlikka jomon qiziqaman aka. Lubboy qo'shiq aytib beralaman. Qiziqasizmi? Qiziqaman aka. Jennifer Lopez. Qaysi kimning qo'shiqdan aytib beray? Lubboy. Lubboydanmi? Yorroni, yoringdan o'rgilay, kastim shimlar mud. Bu qo'shiqni biz aytgansizmi? Kastim shimlar mudni yoringdan o'rgilay. Men aka rost aytyapman, jomon artistman. Sizga maslahatim qo'shiqchilik emas, qiziqchilik yo'liga yuring. Ha aka,
Ana Kamol akam ikasi qiziqchi bo'ldi, bir tinim olib kelmayapti. Artistlar zo'r pul olib kelyapti bor-ku. Ha, qiziqchi Toshkentda qiziqchilik qilib yuribdi. Kamol akam ikasi Jamshid tanisizmi? Hammani kuldirib yuribdi. Hech kim pul bermayapti aka unga. Artistlikda pul katta deyapti hamma. Artist o'sha qiziqchilik ham artistlik. Yo'q, u artistlikka kirmaydi. Artistlikka kirmaydi. Yo'q, u artistlikka kirmaydi. Artistlar faqat qo'shiq aytsa artist bo'ladi bizda. Doktorlikka kiradi. Yo'q, u analogga kiradi. Kildirgichga kiradi, kildirgichga. Kildirgichga? Ha. Nima kasbdasiz? Men doktorman aka. Doktormisiz? Ha. Doktor. Mollar davolayman-da, bizlar qishloqda tovuqlar juda ko'p kasallar, tovuqlarni davolayman, gurkalarni davolayman. Ana shunday gurka, shundan pul yaxshi turadi. Keyin u ham bizlar qishloqda hamma gurka tovuqlarni sotib bergandan keyin sobun sotyapmiz aka. Sobun olib keldik Toshkentga 1 yilsizni. Sobun sotib beribmiz. Agar sobun kerak bo'lsa sotaman aka, ong. Tanishlarimiz yo'qmi? Sobun oladiganlarmi? Aka, az yana bitta narsa aniqlik kiritilmayapti-da. Qo'lingiz qo'yib beraymi, turasizmi? Bizlar qishloqda savdolashadi-da, shuni qo'lingiz ham jomon oppoq olganda aka. Va bizlar qishloqda qo'l oppoqlarni qizlar deb o'ylaydi-da. Noto'g'ri tushunmang aka, men o'zim fikrimni aytayapman-da endi. Jonli bitta qo'shiq aytib bering qani aka. Iltimosda men qishloqqa taylayman deb o'yday qilib, men sharob o'qib. Shu yerda aytib bering. Shu yerda bitta jonli bo'lsin aka, iltimosda. Ha, qarang, doktorman, xirurgman dedi boya. Ha, mollar doktor deb o'ylayman. Shu yerda operatsiya qilib bering. Kimdi? Bilmayman, doktorman dedingiz-ku, shu yerda operatsiya qilib bering. Ha, bu yerda mol yo'q aka, u bizlarda mollar. Toping, molni topingda shu yerda operatsiya qilib bering. Men shu yerda sizga jonli aytib beraman. Molni operatsiya qilmaydi aka. Mol joyda qilmaydi, to'g'rimi? Yo'q, lubbo joyda emas, molni o'zi operatsiya qilmaydi. Mol jig'ilib qoladi, dimidan bitta ukalarasiz, bo'l tizaladi. Xirurg odam lubbo joyda operatsiya qilmaydi, to'g'rimi? Yo'q, uni bilmadim. Men xirurg emasman. Mayli, tushunsangiz, Tish doktoriman-da men. Endi tish doktoriman deyapsiz. Doktor ham mijozini hamma joyda ko'rib ketavermaydi, to'g'rimi? O'zini joyi bor. Bizda ham san'atkorlarning sahnamiz bor. Qan sahnasi? To'yda aytishimiz mumkin, konsertda aytishimiz mumkin. Lubbo joyda qo'shiq aytsa hamma yoqqa aytib ketavermaydi ukajon. Aytib ketmayman artistlar. Pul berish kerak-da aytish uchun. Platileti. Necha pul aka bitta qo'shiq aytishingiz? Har xil, nu buyoqda emas. Yo, siz olib ketasizmi? Olib ketmaysizmi aka? Chilonzorgacha olib boraman, faqat shartim bor. Nima shart aka? Yaxshilab kuldirib ketasiz. Ya, men o'zim ham ketalaman, pulim yo'q qolibdi, shunga unaqa qo'ydim aka. Bo'pti, mening olib ketay. Aka, Ha. men blogerman-da. Aha. Menimda kamera bor edi, prank etdi. Siz mana shu tomonda. Endi yangi chiqyapman, kun kayfiyati degan. Kun kayfiyati? Ha, shuna qo'l ko'tarib olma qo'ying. Men aytdim, gap chalg'itib yotishni odam.